Inbazar. Insofli bozor. 200 milyonli ham bormi? Frank keldigan ot 200 million dollarga sotilgan. Hozir ukasi O'zbekistonda, Toshkentda. Yo'q. Kecha syomkasini qildik. Voy, qarseri, voy! Olamizmi? Bu O'rta Osiyo taniydi aka. Ucha olmasligini sababi 4000 ga sotdim. Qozon xonadonimda shunda kirib kelaman-ku. Meni dovushimni eshitganda bedanlar sayraydi. Ha, buni ko'rganmiz-ku ko'chalarda. Mashhur ekan shunaqa bo'ladi. Bedanalarda soqol bo'lishdan qo'rqaman. 5000 beraymi deydi-yu. 10 ming, 20 ming, 40 ming. Oo, pulni qaranglar, pulni. Assalomu alaykum. Nasrina kayfiyatlar zo'r. Orqamdagi xonadonni ko'ryapsizlar. Boyvachcha aka bo'lishlari kerak. Moshinalarni ko'ryapsizlar. Bugungi kontentimiz qushlar bo'yicha bo'ladi. Qushlarni shunaqa sevar ekanlar. Ichkarida mana shu tovushlarni ham eshitayotgan bo'lsanglar kerak. Piqpaloq qilyapti. Piqpaloq bilan piqpaloqqa farqi bor ekan. Menga hozir akamiz eshitib farqiga borar ekanlar-da. Sizlar farqiga borasizlarmi yo'qmi? Bitta orada ikki xil bedananikini eshittirib ko'ramiz va narxini shunga qarab belgilaymiz. 3000 dollarga sotgan ekanlar bitta bedanani va yana bir necha ming dollarga predlagat qilgan ekanlar, sotmagan ekan. Men aytdim, "Realni sotganingiz nech bo'lsam 3000 dollarga sotganman" dedilar. Qolganlarini 5000, 6000 ga ham bermadim dedilar. Gap bu yerda bedanani qimmatligida emas. Gap bu yerda qadrliligida. Qancha siz uchun qadrli bo'lsa, narx-navo sekin ko'tarilib ketaveradi. Xuddi otga o'xshab. Zo'r kontent ko'rib kelyapsizlar. Menga like bosyapsizlar, rahmat sizlarga. Kommentariy yozyapsizlar, qo'llab-quvvatlayapsizlar. Ko'ryapmiz, prosmotrlar zo'r bo'lyapti. Hammasi sizlar uchun bo'ladi. Sizlar ham menga yordam beryapsizlar. Shuning uchun biz kontentlarni davom etamiz va akamizning xonadonlariga kirib sekin kontentni boshlaymiz. Ketdi ukam. Uyga yaxshilab e'tibor beringlar. Mikroklimat bekordan bekor salqin bo'lib turgani yo'q. Hayvonlarga mehri bo'lak insonlarni uyi ham mana shunaqa bo'lsa kerak degan xayol kelib qoldi. Chunki nechta hayvon boqadigan, mehr beradigan odamlarni ko'rdikki, uylari hammasiniki shikarniy. Ichkarida atmosfera prosta bo'lmaydi. Mana bu issiqda bor, mikroklimat shunaqa yoqyapti-da. Kelinglar. Dovush eshitilyaptimi? Mana shu xonadoningiz tekinga hech kim qurmaydi. Ayniqsa mana bilan hammasi pul turadi. Tirikchilik nimadan? Ishlab chiqarish. Nima ishlab chiqarasiz? Savdo bilan, asnavni. Savdo sotiq bilan. Savdo sotuv bilan. Bu qush sizda biznesmi, hobbimi? Yo'q, bu qush bizda hobbi. Любой hobbini orqasidan albatta daromad yotadi. Chunki mana hobbini, mana hozirgi men video olsam, menda hobbi. To'ppa. Yaxshi ko'raman. To'g'ri. Suhbatlashib, videoga olib chiqishni, kontent qilishni. Bu bedana O'zbekiston bo'yicha, butun O'rta Osiyo bo'yicha sayroqi bedana ishqibozlari juda ko'p. Mana shu hayvonni butun O'rta Osiyo taniydi aka. Imeni mana shu. Imeni mana shu hayvonda o'zbek tilida qilingan, imeni mana shu bedanaga qilingan bu. Hamma yerdan keladi ishqibozlar. Mana shu yerda o'tiramiz mana shu yerda. Eng zo'r bedanalarni eshitamiz. Bitta ko'rsating, bedanani o'zini hali gapiryapmiz, kadriga ko'rsatmadik. Mana bedana. Ko'ringlar, qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Bedanani men sizga bitta narsasini aytaman. Bu bedanani bir sekreti bo'ladi. Imенно Italiya bedanasini pastga tushirib bo'lmaydi. Nega? Odamdan qo'rqadi. Shuning uchun bedana mana shunday turadi mana. Tepada turish kerak. Mana misol mana shunday turish kerak edi. Ilgari Italiyadan bu kelardi. Hozirgi kunda aka Italiyadan O'zbekistonda ochirilgan bedanalar o'tib ketdi. O'zbekistondagi bedanalar kuchli bo'lib ketdi Italiyadagi bedanalar. Italiyadan kuchli. Soatlarni eng zo'rini olib kelib bo'lishdi bu yoqda. Voy. Italiyada necha pul o'zi bedanalar? Italiyada eng zo'ri 1000 euro, 1,5 euro. U fermasi bormi? Fermasi bor. Ha. Fermasi bor. Bizda endi mana hozir rivojlanyapti mana shu narsa. Hozirgi kunda mana o'zimizda ochirilayotgan bedana haqiqatda eng zo'rlari chiqyapti. Italiyadan xaridor bo'lishyapti bizning bedanalarga. O'zbekiston. Navorot olib ketishdi. Navorot bizdagi chiqqan bedanalarga xaridor bo'lishyapti. Buni mana shunday tepada turish kerak ekanda. Bu bedana va qo'l yo'q, unaqa qo'lingizni ko'tarmang. Mana shunday turadi mana. Bu endi hozir jo'ja, bu 50 kunlik sayroq bu. 50 kunlik. Mana Italiya bedanasini ochirayotganlar biladi. 45 kunda sayrashni boshlaydi bedana. Tug'ilgandan keyin. Ha, tug'ilgandan keyin 45 kunda sayrashni boshlaydi. 50 kun, 60 kunlik bo'lganda haqiqiy o'zini sayrog'ini qiladi. Buni urg'ochi emas, farq qiladi? Ha, farq qiladi. Bu erkagi bu. Erkak sayraydimi, ayolimi? Yo'q, erkak sayraydi. Modadirmidi? Ayoli tuxum qo'yadi, u pul qiladi. U pul qiladi. Pul qiladi. O, bizda teskarisi. Ayollar sayraydi, erkaklar pul qiladi. Xo'p, aka qarang. O'zi erkagi pul ekan, demak ayoli ham pul turadi. Ayoli ham pul turadi. Chunki nasl qoldiradi. Ha, hozirgi davrda sredniy 200 dollar. Boshida kelganda bu Italiya makiyonlari 1000 dollardan sotilgan. Toshkentga birinchi bo'lib Italiyadan bir akamiz olib kelganda 6 ta olganman o'zi, yaxshi pulga olganman. Nimagaki haqiqiy ishqibozmiz. Lekin misol 2000, 3000 dollardan sotilgan bedanalar, misol 3000 gacha sotilgan.
Misol yaqinda mana 5 mingga bitta bedana chiqdi. Zo'r ishqiboz odam oldi. Gap pulda emas. Misol mana Kaptarda ham zo'ri bo'lsa gap pulda emas. Misol yoqdimi siz olasiz. Siz hozir nechta bunaqa bedanalar? 20-30 ta bor. 20-30 tasi har bittasi alohida sayrab chiqsa, har bittasi qaysi biri sayrayotgani farqiga borasizmi? Farqiga boramiz. Men O'zbekistondan juri sifatida O'rta Osiyo bo'yicha chiqaman o'zim, ham sayllarda olib boraman. Bularni ko'rik tanlovi ham bo'ladi. Ha, ko'rik tanlovi bor. Ko'rik tanlovi nima deyiladi? Ko'rik tanlov sayl deyiladi. Iminni bedanani sayrog'ini ajratish bo'yicha. Qanaqasini ajratasiz? Tushunmadim. Eng chiroyli sayrog'ini ajratib berasizmi shuni? Misol 200 ta bedana kirsa, sredniy bitta saylga mana choyxona, restoranlarda bo'ladi bizda ham. 200 ta bedanadan birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinda ajratish kerak. Zo'r sayrash. Eng zo'r bo'yicha. Misol ohangi bo'yicha, yo'li bo'yicha, to'laligi bo'yicha. O'tganda bir kaptarvozlar ko'zi bilan ko'rar ekan dedi. Bedanavozlar qulog'i bilan eshitar ekan. Shuning uchun haqiqatda bunda suluq bor-ku, suluq. Suluq zo'r bo'lishi kerak. Suluq zo'r bo'lishi kerak. Bu har bir tekshirib ko'raylik, bitta keyin, bitta qiziq o'zingga. Tushungan odam, haqiqiy ishqiboz odam har bir tochkasigacha ahamiyat beradi. Bitta tempda bedana sayrayotgan bo'lsa, boshida baland sayradimi, oxirini tashadimi, o'rtasida qanaqa sayradi, har bir tochkasigacha ahamiyat bergan odam qadriga yetadi-da. Ha, qani menga hozir zo'r bedana qanaqa bo'ladi? Shuni og'zaki tushuntirib bering. Og'zaki tushuntira olmayman. U tushuntirishga harakat qilib ko'ring. Mana. Mana shu bedanani eshiting. Orqa oldi baravar. Ha. Yo'li tataldov bedana. Yo'li tataldov. To'laligi hozir bu to'la emas. O'rtacha nimagaki buni bolaga qo'shganman. Shuning uchun o'rta. Mana. Bular qo'shilsa ozib ketadimi? Qo'shilsa orqaga qaytadi. Sayrog'i orqaga qaytadi. Bu bedana misol jo'ja bedana, 50 kg bedanada buni har bir narsaga mehr bersangiz, mehr olasizda. Misol mana hozirgi issiq kunda bularga misol ertalabda bir qarayman, kechki paytda bir qarayman. Asobiy donlari bo'ladi, tuxumi bo'ladi, tuxum beriladi. Yaxshi tushungan odam bedanani sayrog'iga qarab turib, tempini ko'taradi. Misol pastroq ko'tariladimi? Ha, pastroq sayrasa kuchliroq boqasiz. Pikiga chiqqan paytda misol soqollanib sal mana. Bu bedana misol semiz bedana. Buni ozdirish kerak. O'zini tempi bor-da, misol semiz bo'lsa ozdirish kerak, org'i bo'lsa semirtirish kerak. Bedanavozlikni ichida mana kamida 30 yildan beri yuraman. Bu bizni bobomizdan, dodamizdan qolgan narsa-da bu. 30 yil ichida yurgan bo'lsam, hali biror marta bir-biriga bir xil bedana eshitilmagan. Hammasi har xil. Hammasi har xil. Отпечаток palsga o'xshagan ekan-da. Ha, hammasi har xil. Bu bir xil hech qachon chiqmagan bu narsa. Bo'lmaydi buni. Xo'p, qanaqa qilib bo'lmasam zo'rini ajratib olasiz? Chunki hamma har xil narsa eshitgisi keladi. Hamma har xil narsa eshitgisi keladi. Shuning uchun mana. Bu bedana misol bu ham boshqa bedana. Buni toni balandroq, meniki pastroq ekan. Ha. Ana do re mi fa sol la si do ketadi-ku. Qaysidir do, kimdir fa. Ha, endi mana tushunib kelyapsiz. Ha, mana endi tushunib kelyapsiz. Masga aytdimi? Men tushunaman dedim. Hayvonga ishqiboz odam albatta hamma narsaga ishqiboz bo'ladi-da. Men misol otam boqqanman, mana qo'y ham boqqanman 5 talab. O'zim ustida turib boqqanman. Har bir narsani ustida tursangiz, otni ham o'zingiz qarasangiz ustida turib, u ham zo'r bo'ladi. Bu bedanani ham misol bolalarga bor qarab qo'y desangiz, u bo'lmaydi. Mehr berish kerak. Har kuni ishga ketyapti, ertalab 1 soat vaqtim ajrataman. Kechqurun misol mana 6 dan keyin yana 1 soat vaqtim ajrataman. Kuniga 2 soat vaqtim ajrataman, hammasini chiroyli qilib qarab. Qo'shnilar anaqa qilmaydimi? Qarshimasmi, yoqadimi do'shi? Qo'shnilar. Bu yerda misol bulbul bor, garolax degan qush bor. To'xtang, sekretni ochmay turing. Hozir ularni ham ko'ramiz. Birma-bir ko'ramiz. Men mana savollarim ko'p-da, savollarimni berib olaman, keyin u yoqqa o'tamiz. Bedana necha yoshgacha yashaydi? O'zini italyanslarni maslahatiga ko'ra 8 yil, 10 yilgacha yashaydi degan. Biz endi mana hozir 2 yil bo'ldi bizga kirib kelganiga. 2 yildan beri lekin zo'r. Yaxshi, menda misol Italiyadan kelgan 2 yillik bedanalar bor. Shu bedanalar misol 5 yosh bo'ldi pashti. Misol u yoqda 3 yosh bo'lgan bo'lsa, zo'rlari kelgan haqiqatda boshida. Hozir misol mana 4 yosh, 5 yosh bo'ldi, lekin buzilmagan, sayrog'i umuman buzilmagan. Biz o'zimizdagi mesniy bedanalar zo'rlar yo'qolib ketdi aka. Otabek. Kim yo'qotdi? Ishqibozlar mana misol zo'rini oladi, boqadi. Boqqandan keyin buni to o'lguncha qovoqda sayraydi bu. Zo'ri o'lib tugadi bizda. Ha, o'lib tugagan. O'lib tugagan. Ha, shunaqa deng. 100 yillardan beri eshitilib keladi-yu, bu misol bobolarimiz, otalarimiz eshitib kelgan bu bedanani. Ilgari zo'r bedanalarni dalaga toqqa olib chiqib qo'yib yuborishgan. Nimagaki nasl qoldirishlik uchun, ko'paytirishlik uchun. Hozirgi ishqibozlar unaqa emas. Hammasini sayratadi-da, tugaguncha
oxirigacha sayraydi. Naslni uzaytirmaydi. Yo'q, uzaytirmaydi. Faqat anaqa dovush uchun ekan. Dovush uchun. Shuning uchun bizda местный bedanalar bo'yicha zo'rlari yo'q. Xo'p, yana savol tug'ildi. Bu bedanalarni hozir qo'yib yuborsangiz, bular yashab keta olmaydi, o'lib Yo'q, qoladi. bu bedanalar ucha olmaydi aka. Bu bedanalar bizni o'zimizni bedanalariga ko'ra ancha yirik bo'ladi. Местный bedanalarimiz-chi. Местный bedanalar bularga qaraganda ixchamroq, kichkinaroq bo'ladi. Hindistondan keladi. Hindistondan bu yog'i mana o Qirg'izistonda tog'lari bor-ku, Pamir tog'lari. Shu yoqqa borib bolalaydi. Kuzda o'sha sovuq tushganda yana qaytib issiq o'lkalarga uchib ketadi. Yeydigan bedana qanaqa? Bunda nima farqi bor? Yo'q, u yeydigan bedana u aka, u yapon bedana deyiladi. U faqat yeyishga, tuxumga bo'ladi. Ora-orada piq-piliq ham qilib qo'yadimi? Uni endi sizga yana bitta sekretini aytaman. Hozirgi paytda masalan ishqibozlar o'sha bedanani mana Italiyaga chatishtirib sayroq mana shunaqa bedana chiqarishdi. Ham yeyiladigan, ham sayroq. Ham sayroq. Endi bu hozir zo'r sayrab turadigan bo'lsa, uni endi yeya olmaysiz-ku. Lekin haqiqatda mana shu yapon tuxumga qo'yadigan bedanadan chatishtirib, mana Italiyani qo'shib turib, zo'r sayroqlar hozir endi chiqyapti. O'zbek xalqi haqiqiy mehnatkash xalqda. Haligi ko'p narsaga qiziquvchan xalq. Misol buni nima qilsam qanaqa bo'lar ekan, buni qilsam qanaqa bo'lar ekan deb, lekin qoyilman haqiqatda chiqarishdi mana shu narsa. Gapi mana sizlarga o'xshagan odamlar yordam beryapti-da. Shu. Misol mana biz tovushini eshitamiz, o'zlari ham eshitishadi-da. Misol birinchi partiyasini qo'shadi, keyin ikkinchi partiyasini qo'shadi. Mana hozir 5-6 partiyasini qo'shgandan keyin nima u? Partiya. Partiyasini qo'shgandan keyin o'sha tozalanib u o'zini sayrog'ini qilyapti hozir. O'zi bedanalar nechta pul? Yeyiladigan bedana, so'yib yeyiladigan. So'yib yeyiladigan bedana endi pulga kelsak, hozir siz borib taqab hozir Italiya bedana nech pul deysiz-da. Yo'q. Men prosta o'zim, men restoranlar deymiz-ku, bedana go'sht yeysizmi desa, olib keling deymiz, o'zi nech pul? U bedana kilosini misol arzon, u unaqa qimmat turmaydi. Nech pul? Misol 50-60-100 ming turishi mumkin. Unaqa qimmat emas ekan. Yo'q, unaqa qimmat emas. Erkakga kuch beradigan degan gap rostmi bedananing go'shti? U yana bitta sekretni aytaman. Tog'dagi yurgan bedanalar bor, u bedanalar haqiqatda erkakka kuch beradi. Kuch beradi. U tog'da yurganlar. Bular endi o'zimizni qo'limizda ko'paytirilgan-ku. Endi bular unaqa unchalik emas. Beradi, lekin u boshqa bo'ladi. Agar ovchilar misol mana makiyonlar govda tushib qoladi, bir kelsangiz xudo xolasa sho'rva qilib beraman. Haqiqiy tog'da ushalgan makiyonlar bo'ladi. Uchib yuradigan bedanalarda. Kelsangiz bir sho'rva qilib beraman, endi keyin uni zo'ra. Uni Voy. Endi bedana fermalar ko'payib ketadi, xudo xolasa. Menda savol kelgan paytda bermasam bo'lmaydi. Miyada aylanib turibdi. Biz yaqinda ptits fabrikaga bordik. Jo'ja yetishtiradigan, tovuq yetishtirgan, ko'paytiradigan tuxum hammasi bor o'tda. Ferma endi, kattakon fabrika deylik. Bular ham mana shu go'sht uchun ko'paytiriladigan, bitta joyda ko'paytiriladi, yo'q, mana shunaqa alohida. Yo'q, ular bitta yerda ko'paytiriladi. Bitta joyda ko'paytiriladi. Bularni bitta joyda ko'paytirsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Bu alohida bo'lishi kerak. Bu har bir makiyonga alohida bitta qo'shiladi bu. Italiya bedanasi. Bitta qo'shiladi. Xolasa bosadi, xolasa bosmaydi. Bu juda ta'bi nozik bo'ladi. Xarakteri ham bormi? Xarakteri ham bo'ladi. Va go'zallarni olib kirish kerak ekan oldiga. Voy. Hozir men sizga bitta narsani ko'rsataman. Video davomida endi har xil odam ko'radi, endi mayli, u ham bir ishqibozchilikda. Именно Italiya bedanasini makiyonga qo'shganingizda, mulozamat qilib atrofida aylanishini, erkagini, ayolini atrofida aylanishini ko'rsangiz, haqiqatda Allohning bergan bir ne'mati deysiz-da. Sevgi ekanda. Haqiqiy sevgi. Ketib ko'ramiz, aka. Mana shu bedana, mana qarang, kattaligini qarang buni. Bu bedana mana shu Italiyaning bedanasi, mana qarang. Bu местный bedanadan ancha yirik bu. Ucha olmasligining sababi u Italiyaning o'zida ham damashni, misol, uy holatida ko'paytirishadi-da. Shuning uchun buni hozir misol qo'yib yuborsam uchmaydi bu. Ucholmaydi. Yo'q, ucholmaydi. Tovuqqa o'xshab yurar ekanda. Yuradi. Endi ko'pchilik misol mana qo'yib sayratadi. Qo'qqisdan mabodo bir mushuk kelib qolsa, 1-2 ming dollar ketib qoladi-da. Shuning uchun biz uni holatga ehtiyot qilamiz. Mana bunisi mana makiyoni, mana. Endi mana mashina qarang. Endi yaqin olib kelinglar. Hop. Sirasi yopishib ketdi-yu bu. Ne shoshadi bu? Endi qarang, yurishini qarang. Kelin bola ham xursand bo'lib qoldi. O'zi qo'shib bo'lindimi hozir? Ha, bu bo'ldi. Bu mashina bitta qo'shiladi, bo'ldi. Bu nima ichadi bu? Suv ichadi, vitamin, hamma narsa beriladi bunga. Tuxum beriladi, o'zini donlari bor, hamma narsasini beriladi bu. Makiyoni kichkinaroq bo'lar ekan. Ha, makiyoni kichkinaroq bor, lekin biz katta makiyonga unaqa ishqiboz emasmiz, aka. Nimagaki, mashina ham, kichkina makiyon ham normalniy tuxum qo'yadi. Mashina o'zi? Ha, mashina o'zi normalniy tuxum qo'yadi.
Bu lekin 100% misol toza bedana originallari bular. Bu bir yilda nechta tuxum qo'yadi va nechta ochadi? Xo'sh, bir yilda qarang, bitta qo'yganda 3 oy 100 taga yaqin qo'yar ekanda, keyin damalar ekan. Hozir shu yerda tilla so'rasa tilla berib olardi, to'g'rimi? Nimaga? Tushunmadingiz-da. Hali g'ajmalasizda, men jon deydi. Endi Xullas, o'sha gap. shu. Bitta savol bering, yana to'xtang. Shu yerda savol kelganda berib olmasam bo'lmaydi. Kechasi ham shunaqa sayrab turadimi? Kechasi shunaqa sayrab turadi. 24 soat. 20 yo'q, o'zini bedanani o'zini sayrog'i bo'ladi. Qarang, hozir sayrayapti, shomda ozgina sayroq qiladi, shomdan keyin to'xtaydi. Qachongacha? Bu soat bir 10:30gacha. 10:30dan 12:1gacha yana sayraydi. Birdan keyin dam oladi bedanalar. Tong yorishadi-yu, bomdod payti bo'ladi-yu. Endi u bedanani eshitasiz. Haqiqatda bor ovozini qiladi bomdodda ertalab saharda. Ha, уже yana. Постоянно sayramaydi bu. Har doim sayrab turavermaydi. Kechasi demak dam bo'lar ekan Dam bo'ladi. odamlarga. Keyin misol mana svet yonib tursa sayraydi. Agar svetni o'chirib qo'ysangiz, yorug' bo'lmasa dam oladi bular ham. Ha, o'shaning uchun ham mana ota-bobolarimiz yopib qo'yardi. Sizda men ko'rmadim yopilgan. U yopib qo'yishlikning sababi bizim mesniy bedanalarda hurkish deydi-yu. Ha. Hurkish ko'p bo'ladi, urinish bedanani. Ya'ni cho'chish. U bu narsadan cho'chiydi. Bularda lekin unaqa emas. Bularda shundoq Gitara farqi yo'q, ketaveradi. Nabarot, misol mana xonadonimdan shundoq kirib kelaman-ku. Ha. Meni dovushimni eshitganda bedanalar sayraydi. Taniydi sizni. Taniydi. O'zi qarang, hayvonlar o'kirganda atrofdagi boshqa konkurentlaridan qochlaring, men bu yerda xo'jayman degan ma'noni beradi. Ba'zi bir hayvonlarni qichqirishi, sayrashi moda uchun bo'ladi, jalb qilish uchun bo'ladi. Ya'ni, kelinglar, men erkakman, men chiroyli sayrayman deb o'zini anaqa. Ba'zi birlar raqsga tushadi. Zo'r savol. Tushunasizmi? Buni sayrashdan maqsad o'zi nima? Buni bu to'pi sayramasa kerak, ma'nosi bo'lishi kerak-ku. Buni oddiy bedanani olib kelib qo'ysangiz sayramaydi. Buni sayrashdan maqsad misol makiyonini qo'ysangiz, misol makiyoniga sayraydi bu. Makiyonni dovushini qo'yasiz-da, dovushini qo'yganingizda sayraydi. Keyin buni yana bir nozik yeri bor, top degan narsani bilasizmi? Misol mana toblash deydi-yu. Toblash, aha. Formada ushlash kerak. Formada ushlasangiz, haqiqatda ash sayrog'ini beradi. Yana bitta narsa buni zo'ri bo'ladi. Zo'ri bo'ladiki, mana shu bedanalarda ancha-munchasini to'xtatib qo'yadi. Men savolni yana tushuntira olmadim-da. Savolimga javob ola olmayman. Sizni savolingizga men boya javob berib bo'ldim. Nimaga? Bu o'zi sayrashdan murod moda chaqirish uchunmi? Yo'q, bu Allohning bergan ne'mati, bu sayroq uchun yaratilgan bu. O'zi har bitta qushlar, hayvonlar o'kirishdan maqsadi bor-da, nimadir demoqchi bo'ladi. Misol uchun xo'roz ham bekordan bekor qichqirmaydi-yu. Ertalab qoq deb qoladi-yu. Saharda. Da, o'zi Alloh taolo hamma narsani o'zini joyida, vaqtida nima uchundir yaratgan. Meni taxminim bo'yicha bu nimaga sayraydi desa, shu modani jalb qilish uchun emasmi degan savol beryaptim. Yo'q, to'g'ri, unaqa ham bo'ladi-yu, lekin eshitish uchun sayraydi-da bu haqiqatda, misol. Insonlar uchun, insonlarning kayfi uchun topilgan. Shunaqa, misol bulbul ham nimaga sayraydi? Bulbul ham shunga sayraydi. Bulbulingiz bormi? Bor, bulbul bor. Yo'q, o'sha bor-a? Bor. Bor bulbul. Ko'ramiz, ko'rsasizmi? Ko'rsataymi? Yo'q, noto'g'ri tushunmanglar. Men bulbul ko'rmaganman. Yo'q, qo'ysiz. Yo'q, ko'rmaganman. O'zingizda yo'qmi bulbul? Yo'q, uyimda yo'q bulbul. Yo'qmi? Shu o'rinda bitta zo'r informatsiya yetib ketmoqchiman. Dubayga adashmasam 2015-yilda borganman birinchi marta. Shunda endi birinchi marta borgandan keyin uydagilarga narsa olish kerak-ku. Katta do'konga duch kelgan edik. O'sha yerda hamma ishimizni bitirganmiz. Bitta joyi o'zida. O'ylagan edim, O'zbekistonda ham shunaqa joylar bo'lsa zo'r bo'lardi deb. Unaqa joy bor ekan, men bilmas ekan. Bu imbazardi. Qaranglar, kostyum shimlarni men zo'r kostyum shimlar, o'zi kostyum kiyardim davlat ishida ishlab yurgan paytimda. Narxini ko'raylik. Tak qaniydi? 290 mingga kostyum shim. Shunaqangi katta savob ish qilishyaptiki bular. Oddiy xalq bemalol kelib, arzimagan summaga butun bir boshli bozor qilib ketsa bo'ladigan joy ekan. Men buni erkaklarning kiyim-kechagiga sotiladigan do'kon deb o'ylardim. Akalar, ayollarni vibri shunaqa katta, yoshi katta, okaxonlarga ham vibrlar katta. Hattoki o'yinchoqlar bor ekan, xo'z tovarlar ham sotilar ekan. Nimaga bo'ladi unaqa odam ko'p desam, narx-navo barib shikalat ekan. Bozordan arzon ekan. O'shaning uchun ham imbazar, insofli bozor. Keyrasizlar, hayotingizda bir marta bo'lsa ham shu yerga kiringlar, albatta bitta narsa olib chiqib ketasizlar. Gapimga javob. Qani qaysi biri bulbul? Mana bulbul. Mana shu bulbulmi? Chumchuga o'xshaydi. Voy!
Buni ko'rganmiz-ku ko'chalarda, bash sayrayotganda shunaqa mana deydi. shunaqa Qachon bu bunaqa sayraydi? Bu endi hozir odam ko'pligi uchun sal qo'rqib turibdi. Cho'chiyapti. Ha, jim bo'lgan paytda lekin Har xil sayraydimi? har xil sayraydi. Mana buni tovush yoqadi menga. Ovqat beraman-a? Ovqat berganimda albatta bitta sayrab qo'yadi jonivor. Hozir qorin to'kmasa kerak. Rahmat aytadi-da. Mashina bulbul? Bu bulbulmas. Buchi? Bu Garalax deb qo'yadi. Bu ham chet eldan keladi. Bu Buni sayrash qanaqa? hozir nariyoqqa o'tsak, albatta u sayrog'ini eshitasiz. Hozir makonini qo'yib qo'ydim buni. Bunisi aka? Bu qora mayna deb qo'yadi uni. Qora mayna bu Ha. bekin oldi. Bu hozir bekin Ha, oldi. bekin oldi. Bu bitta o'zimi? Shunaqa bitta o'zi bu. Oka ertalab bomdoddan keyin vashi bo'lib ketar ekanda bu betlar. bomdoddan keyin chiqib mana shu yerda o'tiramanda buni bedana sayroq, bulbul sayroq, gari sayroq, bu maynani sayrog'i endi haqiqatda bir Alloh bergan ne'mati bular. Hammasi chin maza qilasiz, haqiqatda zo'r. Maza narsa. Allohning bir mo'jizasi-da. Albatta. Allohning mo'jizasi. Yana qanaqa qushlaringiz bor aka? Kaptarlar bor. Afrika o'rmonlaridagi dovushlar sotdi ekanda. Ha, mana o'sha sayrashni boshladi mana. Endi men Voy, o'zim voy. ishqibozchilikka boqaman. Bu qushlarni sayrog'ini yaxshi ko'raman. Sotasizmi, ko'paytirasizmi? Yo'q, bu faqat sotib olasiz sayrash uchun. sayrash uchun faqat. Qancha yashaydi bular? Bularga hozir pashti 2 yil bo'ldi. Mana sayrayapti mana. Tinmaydi endi. Oka hovliga qo'yib qo'ysak bo'lar ekanda. Bo'ladi. Necha pul turadi bular? Sredniy $500, $700gacha, $1000gacha bor sayrog'i. Ha. Sayrog'iga qarab ajratiladi. Voy. $1000gacha bor. Misol $250dan yangi kelganlar $250dan boshlanadi-da. Endi ular ko'proq o'rgatish kerak sayroqni. Yilligi yaxshi sayraydi buni. Ha. Tushunarli. Endi kaptarlarni bitta ko'rsatasiz aka. Bo'ldi. Kiramizmi to'g'ri? Mana shu devor orqasi kaptarxona. Mana shu devorning orqasi ilgari otxona edi bu yer. Ha, otxona. Otxona edi, ilgari bir 8 yil ot choptirganman aka. Otvozlar ham ko'pchiligi taniydi. Undan keyin qo'y boqdim. Mana shu devor, mana 4 sotik devorning orqasida 60 ta 70 ta arashan, edilbay qo'ylarni olib kelib mana shu yerda boqdimda, keyin ko'payib ketdi. Ko'paygandan keyin toqqa olib chiqdim. Olib chiqib o'sha yerda ko'paytirdim. Shaharda ishlarim qolib ketib qoldi. Berilib ketdim. Keyin yo to'xta dedimda, keyin hammasini sotib ustida turish kerak-da. Misol mana otda ham, qo'yda ham любой ishqiboz odam ustida o'zi har bir hayvonni, misol mana bedanani ham har bir qanaqa don yeydi, qanaqa misol sayraydi, kaptarni ham misol 100 ta, 200 ta kaptar bo'lsa, har birini bolasi qanaqa ovqatlanyapti, qanaqa nima kam, hammasini nazorat qilib turmasangiz u bo'lmaydi. Demoqchimanki, mehr bersangiz mehr olasiz aka. Mehr bersiz, mehr olasiz. Necha xil qushlar bor hozir danni momentda? Endi hozir danni momentda mana bedanalarni ko'rdinglar, mana Garalax, mana bulbul bor. 3 ta. Endi kaptar ham bor. 4 ta. 4 xil ekanmi? Yo'q, yana bormi? Shunaqa hozircha shu. Yo'q, uydalakadan ham ko'p-ku kaptarlar. Mana bu yoqdan kiramiz. Ichkariga kiraylik. Hammamiz kirmasak bo'lmaydi lekin.